Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari va kanalimiz a'zolari. Bugungi videomizda scout orqali Abduqodir Husanovni qidiramiz. Chunki agentlar bor, mana ko'rib turganingizdek, ko'k agentlar 10 ta agent bor, shularni ochamiz. Scoutlar orqali Abduqodir Husanovni qidirib ko'ramiz. Kommentariyalarda shunday savol bo'ldi. Husanov menga chiqmayapti degan. Shuni qidirib ko'ramiz, qanday tez olish mumkin, scoutdan chiqadimi yo'qmi, boshqalarni tekshirib ko'ramiz. Avvalgi videomizda sezon pass va'da qilgandik va u albatta o'ynaldi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar kim yutganligini albatta videoga mana shu video davomida ko'rsatib o'tib ketamiz sezon passni. Demak, biz boshladik. Tak. Birinchi skautlardan boshlab ko'ramiz. Legendarni skaut berib ko'ramiz. Tak. Kvarshkila, Lino yo'q. Bular kerak emas. Bizga Husanov kerak. Ko'k skautni bosib ko'ramiz endi. Yo'q. Bu ham chiqmadi. Prostoy skautdan chiqishi mumkindir. Vukic yo'q. Husanov chiqmadi yana. Simros beramiz. Militao. Scout orqali ham yaxshi o'yinchilar yaxshi narxlarda chiqadi ekan. Demak, Simros. Hop. Tak. Yomon emas, lekin chiqmadi. Husanov o'rta million anaqaga tegish bo'lganligi uchun agar sizning akkauntingiz full darajada bo'lsa chiqishi juda qiyin. Chunki sizning akkauntingizga mosroq o'yinchilarni chiqarib berishga harakat qiladi. Men akkauntim full. Shuning uchun ko'proq mana ko'rganingizdek sariq o'yinchilarni aralashtirib chiqarib beryapti. Odatda kam chiqaradi. Akkauntingiz reytingi pastroq bo'lsa, Husanovni topish yoki shu nimalarni topish osonroq bo'ladi. Chiqmadi. Tak. Yo'q. Agentimiz bir dona qoldimi? Bir dona sariq agentimiz qoldi. Svoyskik Endrik. Real Madridda hujum yosh markaziy hujumchilardan biri Endrik chiqdi, lekin bu bizga kerak emas. Bizga Abduqodir Husanov kerak. Tak, agent ochamiz. Bu sariq agentlarni ham ochib qo'yamiz. Bu baribir kimdir chiqishi qiziq baribir. Lekin aniq Abduqodir Husanov chiqmaydi. Tak, bu emas. What a signing. It's David Alaba. David Alaba. Tak. Xorvatiyalik Modric yoki Joshko Gvardiol. Atbor 85likka qaraganda Gvardiol. Skor 83, точно Gvardiol. Club have bought this impressive signing to take them to the next level. Gvardiol. Bizga lekin asosan Husanov kerak. Boshqalari Belgiyadan qora. Kim? 85. Lukaku. This ambitious team are showing off their new signing. Lukaku'miz Openda. Nois Openda. Zo'r markaga hujumchi bu ham. Tak. Braziliyalik. Neymar chiqib qolsa, o'zimda borki Neymar, lekin Braziliyadan markaziy himoyachi yoki It's Eder Militao. It's Eder Militao. Oh.
ispaniyalik. Tak. The special new player has been added to the team. Yaqinda porlagan himoyachi albatta. Endi Navbat Husanovga xudo xolasa 10 ta ko'k agent ichidan bittasi Husanov bo'ladi. Xudo xolasa qani boshladik. Bismillah. Wow. Himoyachi aniq. The special new player has been added to the team. Alderete. Agent. Maksimal demak sotish kerak. Bizga hozir hech qaysini shu 6 o'yinchidan hech qaysini kerak emas. Buni ham sotamiz. Ditesi sotaveramiz. Hop. O'zi mendini ham sotaveramiz. Fitnessga. Militao ham kerak emas. Защитниклар yetarli. Buni ham sotamiz. Casco Guardiola ham sotamiz. Opending ham sotamiz. Menga o'zini pozitsiyasida 83+ o'yinchilar olib qo'yishni yoqtiraman. Nimaga deganda, tak. Mana bu joydagi 96:00 bo'lgan shu joy orshamidi, ya'ni 96 dan o'tadimikan degan fikr bor. Shuni 300 harakat qilib ko'raman. Demak, davom etamiz. Italiyadan ham aniq emas. Aniq bayroq O'zbekistonniki bo'lmadimi? Demak, aniq emas. This big spending team have acquired a new superstar. Защитник. Balotelli. Oh, Mario. Super Mario. U Italiyan afsonalaridan bittasi desa ham bo'laveradi. Yana futbolga qaytib diliga qo'shilib qoldi. Super Mario degan laqabi bor. Manchester City'da hozir Abduqodir Husanov o'ynayotgan 45-raqamli avval Mario Balotelli o'ynagan. Demak, soniq keyingisi bo'lishi mumkin. Ya, goalkeeper. Argentinalik Rullimi. What a magnificent sign. Fans can't believe it. Musso. Can't believe it. Abduqodir Husanov. Tak, bayroq. Yana Italiya. Italiyalik o'yinchilar to'p chiqaryapmiz-ya. Himoyachi 100%. This ambitious team are showing off their new signing. Himoyachi Gatti. Markaziy himoyachi Federico Gatti. Tak. Belgiyadan. Belgiyadan hujumchi 100%. Dar 67. This team have got their man. Can he help them to success? 81. Fofana. Can he help them to success? Malik Fofana. Braziliyadan yana. Braziliyalik bu kim bo'lishi mumkin? 72 tezlikka ega. Bu menimcha yana himoyachi bo'lsa kerak. The special new player has been added to the team. Atochi himoyachi Reis. Has been added to the team. Marcos Reis.
Mana Braziliyaliklar, bu Braziliya bizga yoqishib qoldi, to'g'ri qildim. Yana Sashnik, yana Zashitnik, Boris. The club have bought this impressive signing to take them to the next level. Junior chap qanot himoyachisi. Yana sotamiz. 50 ta o'yinchi bo'lib ketibmiz. Super Mario turib turaveradi. Texnikaga sotib o'tiramiz. Mario turib turaveradi. Biz nimaga tushunchak? Bu ham afsonaviy o'yinchi desa ham bo'laveradi. Marioni taniganlar, tanimaganlar YouTube'dan videolarini qidirib ko'rishinglar mumkin. Super Mario bu. Endi o'ta ajoyib o'yinchi. Bir gaplari bor edi. Nima uchun hujumchi gol urgandan keyin nishonlash kerak dedik. Zvarotor angliyalik Pickford. Yo'q, bu Pickford emas. This ambitious team are showing off their new signing. Saranskele. Braziliya bugungi ochilgan agent scoutlardan 60% Braziliya o'yinchilari chiqadi. Nimaga bilmadim, lekin This team have got their balki man. Argentina Can he help Braziliya them to o'yinidan success? keyin Braziliyaga ko'proq qaratib o'yganda. Emerson Royal. Bitta gen qoldi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Abduqodir Husanov. İtalya'dan Zashitnik. Bugun nuqul Zashitniklar chiqdi. Nimagadir biz Zashita o'yinimizda muammo yo'q edi. Lekin This nimagadir big ham spending Zashitniklar team chiqdi. have acquired a new superstar. Yana Gatti chiqyapti. Ikkinchi marta chiqyapti. Federico Gatti ikkinchi marta. Xullas, Abduqodir Husanov bu videoda chiqmadi. Agar yana davom etish kerak desanglar, scout qidirib ko'rdik. Chiqmadi. Foden bilan Inacio chiqdi. Demak, bugun bizga Abduqodir Husanov bitilmagan, nasib qilmagan. Keyingi videolarda Abduqodir Husanov qidirishimiz davom etish kerak bo'lsa, sizga kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Qolaversa, o'tgan videoda aytganmiz, yutuqli sezon pas. Ya'ni kanalimizga obuna bo'lgan holatda kommentariya qoldirgan eng yaxshi kommentariyaga hamda sezon pas va'da qilgan edik. Demak, sezon pasni boshlaymiz. Tak. Shunchalik generator random degan narsaga biz tayyorlab qo'yganmiz. Biz uni tayyor qilib qo'yganmiz. Mana. Xo'p. Randomga bosamiz. Случайный generatorga bosamiz. Behruzbek Xolmatov bo'lsa kerak shu. Shunga endi shu kommentariya qoldirilgan shu odamga biz yozamiz. Telegram orqali yoki o'sha kommentariyada javob beramiz. Telegram orqali bizga aloqaga chiqishlarini. Telegram orqali bizga aloqaga chiqsa, siz keyingi videomiz sezon pas ochish va sezon pas ochish sirlari haqida bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'sha video davomida aytgan gaplarim. Bizga obuna bo'lib, kommentariyada любой so'zni, omad so'zini yozasizmi yoki video haqida fikringizni yozasizmi?
toza yozsangiz, albatta haligi heyterlarga emas, ijobiy qo'llab-quvvatlagan kommentariy egalariga bitta sezon pass yana o'yinlar shu videoda ham davom etadi. Ya'ni eng yaxshi kommentariyaga tasodifiy tanlanadi random orqali. Siz любой sezon kommentariy qoldirsangiz bo'ldi. O'sha kommentariy qoldirgan kommentariyangiz orqali random orqali hozirgi videodagidek sizga sezon pass qo'yib beramiz. Hammaga rahmat.